Bugun erim hamma qarindoshlarini oldida tug'maysan deb hazil qildilar. Lekin buni yomon tomoni yo'q. O'zi erim shunaqa hazil qiladi. Men gullarni juda ham yaxshi ko'raman, lekin erim bir marta ham gul sovg'a qilmaganlar. Gulga ketgan pul isrofgarchilik deb o'ylaydilar. Men ularni fikrlarini hurmat qilaman, chunki erim-ku. Men onamnikiga bir oyda bir marta boraman, chunki erim ortiqcha gapsiz kerakmas deydilar. O'rtoqlarim bilan ham juda ham kam ko'rishaman, chunki o'rtoqlarim erim yoqmaydi. Kecha erim telefonlarda bitta ayol bilan SMS'larni o'qib qoldim. Hech qisi yo'q. Bular oddiy SMS-ku, men ularga ishonaman. Erim menga xiyonat qildilar, lekin men ularni kechirdim. Chunki o'rtada 3 ta farzandimiz bor. Ularga ota kerak-ku. Men farzandlarimni yaxshi ko'raman. Erimni yaxshi ko'raman. Aytgancha, o'zimni ham yaxshi ko'raman.